Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa tuman Xalq banki hamkorligida Qo'rg'ontepa tuman Yangi Bo'ston MFI 179-konturga amalga oshirilmoqda. Bu yerda bir kontur mahsuloti tamoyili asosida piyoz mahsulotlari ekilgan. Bu yerdagi ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqishi, gullashi va yetishtirilish uchun kun davomida sug'orish ishlari, zamonaviy agrotexnika ishlari hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan sug'orish ishlari olib borilmoqda. Ushbu loyihada jami 33 ta dehqon xo'jalik bo'lib, har bitta dehqon xo'jaligiga 15 sotikdan yer to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun potensial MChJ ushbu loyiha bo'yicha har bir dehqon xo'jaligi uchun 2,5 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Xo'p. Birinchi hosil yig'ishtirilib olgandan keyin ikkinchi hosil ekish uchun jami hamma shart-sharoitlar o'rganilgan va rejalashtirilmoqda.